Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Bizni kuzatib borgan obunachilar, sog'misizlar. Biz bugun 22-may sanasi bilan 5-oy 2026-yil hafta kunida Juma Surxondaryo viloyati Uzun tumani Juma mol bozoriga keldik. Mana shu narxlamalarni qo'ldan kelgancha yoritishga harakat qilamiz. Siz bittadan layk bosib, podдержка qilib, qo'llab-quvvatlab do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Biz shundan xursandmiz. Bizni kanalimiz rivoji uchun siz ham o'z hissangizni qo'shsangiz yaxshi ish bo'lar edi. Savobli ishga harakat qilasiz. Biz sizlarga narx-navolarni realni olinganlarni qo'ldan kelgancha yoritib boramiz. Boqma buqalardan so'ragan vodiylik Andijondan akalarimiz uchun mana shu narxlarni olib boramiz sizlarga qo'ldan kelgancha. Biz esa boshladik. Assalomu alaykum, tog'a zo'rmisiz? Yaxshimisiz? Bular qanchadan bo'ldi? Yoshlarini ma'lumot bering. Hammasi 1 yoshda. Hammasi 1 yoshga, ha? 1 yoshga. Hammasi 1 yoshdagi. Xohlaganini tanlab oladi. 15 milliondan narx belgiladingiz, ha? Ha, bu yoq 15 so'rab bermadi, endi 15 ming oldi. 15 milliondan bermadingiz. Endi 15 yardan bir oldi. Hammasi ko'k suyu 15 dan bir oldi. Quyuq suyu bo'lsa 15. Bo'ylari 1.20 bor. 1.20 ga yaqin chiqib qoladi shunaqa holatlar. Davom etaveramiz, hurmatli obunachilar. Mana joydorroq so'raganlarga mana yanada chiroyliroqlarini ko'rsatib, mana shunga so'raganlarim bor. Hammasidan bor, ko'rsatib boramiz mana joydorini variantlari. Aka qancha bo'ldi bu? 13 qilib. 1,5 yoshga borganmi? 1 yoshda o'tgan, ha? 1 yoshda o'tgan 13 million narsa. Sharofiddin Uz kanali. Sharofiddin Uz. Sharofiddin Uz kanalidan. Bu qanchaga borib qoldi? O'zini olmang. Bu qancha bordi? 16-15. Savdasi. 16 million 600. 16 million o'zi. 16 million o'zimi? 16 millionni o'ziga borgan. Mana shu kicha tishyorgan. Tishyormagan. Bo'ylari 1.20 balandroq. Shunaqa holatda davom etamiz. Hurmatli obunachilar, mana bu yerda yana Sharofiddin YouTube'ga chiqarib boramiz yana sizlarga. Shu bu tarafdan olaylik chiroyli. Bugungi pagodamizni ko'ringlar. Pagoda osmon bulut bo'lib, shunaqa holatda turibdi. Yomg'ir yog'ib o'tdi ertalab. Mana shuni hozir aga bu tish yorganmi? Yormagan. Bunisi ham yormagan. Bu yorgan. Mana boqishga tayyor boqmalaridan so'ragan aka-ukalarimizga sizlarga mana shu narxlarni qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Orqa taraflarni olaylik. 1.30 bor. Sharofiddin Uz kanali. 1.30 bor. Olasiz yemaydi. Bunisi ko'pimiz ozroq yemlanadi. Bunisi o'sadigan yaxshiroq ekanda mana bunisi. Orqa taraflari ham juda zo'r ekan. Qanchaga borib qoldi aka? Ikkalasi. 18 dan bir joyga 36 millionga berilmadi. Qarang, bir akamiz vodiydamiz, shular shunaqa o'qizlar nomerini ham oling, sotib egalari deyapti. Telefon qilamiz, bog'lanamiz. Nomer bormi? Izi bo'lsa. Nechilik? 511. Aha. 3818. Adres qayerda? Denova. Telefon qilishadi agar yo'q bo'lsa, bemalol savdo qilaverasiz. Davom etamiz akalar. Mana bu yerda mana bo'ylari 1.15 bor. Shunaqa holatda. Qancha bo'lib qoldi uka bu? 16. 16 millionga savdo qoldi, 16 bo'lib savdosi berilmadi. Davom etamiz. Mana bu yerda bo'y uzunroq, bir 40 ga yaqinlari bor. 1.40. Bemalol bular ham tayyor bo'ladi. 70% tayyor mana bu. 60% dan o'tgan buqalar. Tish yorganmi aka? Ikki yorgan. Tish yorgan ekalasi. Tish yorgan mana buqalar. Qancha bo'lib qoldi? 19 million. 9 dan bo'lib qoldi. 19 dan. 19 milliondan ikkalasi bir joyga. 19 milliondan berilmoqda. Bunisi qancha bordi? 21 aytyapsiz. 21 aytilyapti.
ko'ngil nechida ko'ngil? Sen aşağı ettikten mi? Ha. Bunu O'n to'qqizdan o'sadi, ha? Gashti bozoriga o'shangan beraveramiz. Aka bu qancha bo'lib qoldi bu? Sizdanmi? Şamı kasap. Keling. Qancha bo'lib qoldi? 17. Savdosi qancha bo'ldi? 17. Mana holati. Sharofiddin o'z kanalidan ko'rasiz. Qo'ymadingiz, jalba qilmasmi menga keyin? Davom etaylik. Mana sizlarga mana shu ho'kiz narxini olib, ham chiroyli ekan. Siz zo'r ekan. Bo'ylari bu ham 1.40 ga yaqin bo'lib qoladi. Yoshi nima bular? Yoshi uzoq bu. Tish yormagan bu. Tish yormagan. Uzoq. Bunisi yorgan. Bunisi 2 ta yorgan. Bunisi 2 tish bo'libdi. Mana tishga chiqqan. Bunisi tish yormagan buzoq. Qanchaga borib qoldingiz? 21 dan baho qo'yapman. 21. 19 dan so'radi. 38 so'rayapman. Ikkalasini 38 so'rayapti. Izi bormi yo'q? Izi bor. Kecha bir akamiz telefon qilib boring, shunaqa ho'kizlarda, tish yorganlarda bo'y biriqlar nima nomerini oling, vodiydamiz. Ayting. Telefon. Nomeri 90lik Ha. 294 Ha. 80 80. Deyno. Deyno Oximoboyevdan telefon qilib bo'linishadi sizga. Agar telefon qilishadi, agar yo'q bo'lsa, agar sotilsa telefon qilasiz. Shunga qarab nomerlarni olaveramiz. Davom etamiz akalar. Yomg'ir yog'magan, pagoda juda salqin holatda turibdi. O'sha yerda bo'y uzunlarini olib o'tamiz so'kizlarda. O'zmasdan kelaveraylik, biz kuzattiramiz. Biz xursandmiz, like bosib, prosmotr bo'lgandan fikrlaringizdan juda xursand bo'lamiz. Bir akamiz negativdan qo'rqasiz, negativ. Yeni so'kib yozmasa bo'ldi, hatto kamchiliklar yozsa bemalol. Sharofiddin o'z kanali. Hatto kamchiliklar bemalol yoritib aytib boringizlar, lekin so'kmangizlar. Qancha bor qoldi aka? 24,5 millionga shved ho'kiz bordi. Juda zo'r aka, ular ham baland aka. Qarang. Yoshi nima bu? 2 yashar. 2 yashar, 24,5 bor. Aka bu qancha borib qoldi? Savdo bo'lgan yo'qmi? Yoshi nechiga? Ha? Yoshlarni ham bilmaymiz deyapti akalar. Mana bularni olamiz. Mana sizlarga boqma kerak desangiz mana bu. Bu 80% boqilgan tayyor turibdi. Yana 2 oy ushlasangiz, olib borib bemalol olib borib sotasiz yoki so'ydirasiz. Qanchadan bo'lib qoldilar hali? 47 million so'rayapti. Ikkalasini 47 million savdosi bo'ldi. 2 tishmi? 2 tish 47 million, bo'ylari biri 50 ga yaqin chiqib qoladi. Akalar, mana sizlarga ho'kizlar kerakmi? Surxondaryo viloyati Uzun tumani Juma mol bozoridan boqma ho'kizlar narxlarini kuzatib boringizlar, bilib olasizlar. Qancha bo'lib qoldi aka bular? Ikkalasini 40 so'rayapti. Ikkalasini 40 million so'ra, 20 million. Bermadingiz. Bermabdilar. 45 baho qo'yganmiz. Ha? Voy mana 45 akamiz baho qo'ydilar. 40 ga realni savdo bo'ldi, ha? Realni 40 savdo bo'ldi deyapti akamiz. Gashti bozor yana 40 ga ham bo'lib ketadi. Soting baraka. So'rayapti bozorda. Bu bozor shunday. Davom etamiz, mana boqmalar, mana bu o'zi tayyor bu ham. Bu ham tayyor bo'lib qolibdi. Holati juda zo'r, bo'ylari 1.30 dan baland. Qancha borib qoldi aka? 19 million mana. 19 million mana shu ho'kiz savdo bo'lyapti. 2 tish. Ha, 2 tish yorgan. Bemalol mana kelasizlar, mana shunaqa holat, mana shunaqa narxlar olib ketaverasizlar. Hozir boqmalarga hozir klient kamroqda. Boqmalarga klient kamroq. Bizni qo'llab-quvvatlaysizlar, qo'ldan kelgancha sizlarga kichikroq bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham video qildik. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Biz qo'zlar narxlarini oldik. Qurbonlik qo'ylariga yurib bo'lmaydi. Qo'y baraka. Shuning uchun qancha so'ysangiz, qancha sotsangiz ham yana shundan ko'p ko'payadi. Qo'y qilingizlar, baraka topasiz. Mehnati og'ir albatta. Mehnatimiz qo'yganmiz, mehnatni ko'ramiz.
sabr qilish kerak, mehnat qilish kerak, lekin rohati ham bor izda. Sog' bo'linglar akalar.